hammamizni boradigan manzilimiz shu tomon, ana shu manzil. Bu manzilning nomini qabriston deydi. Shunda borib qabrga qo'yib, jag'ingizni bog'lab, kafanga o'rab qo'yganda Robbimning farishtalari kelib savol berganda, Robbing kim, payg'ambaring kim, dining nima deb savol berganda, mana shu masjidning devorlari gapiradi. Masjidga har qanday ish qilgan bo'ling, mana shu masjidning devorlari gapiradi. Mana shu masjidning tuprog'i gapiradi. Mana shu masjidning derazalari gapiradi, yeri gapiradi. Falon kishi menga shkaturga qilib bergan edi, falon kishi g'isht tergan edi, o'sha g'ishtlar gapiradi. O'sha suvoqlar gapiradi, o'sha loylar, o'sha simentlar, o'sha betonlar gapiradi. O'shalarga Alloh taolo til beradi. O'sha devor gapiradigan bo'ladi, Alloh taolaga guvohlik beradi, ya Rob deydi. Nima deydi? Bu bandangdan Robbing kim deb so'raysanmi deydi. Dining nima deb so'raysanmi bu bandangdan deydi. So'rama deydi. Nimaga? Bu bandang sening uyingga borib, sening roziliging uchun, seni Robbimni uyiga borib xizmat qilay deb baytingga xizmat qilganiga men guvohman-ku deydi. Mana shu devorlarga qiyomat kunida til beriladi. Ey birodarlar, buni ajrini, mukofotini tushunganimizda edi. Bugun biz hasharchilarga zor bo'lmagan bo'lardik.